Har safar qimmat uylarni obzor qilasizlar deganlar uchun bugun siz uchun zo'r variantim bor. 3 xonali uyimiz Yangi Darxonda. Bu uyni ipotekaga ham bemalol olishingiz mumkin. Umumiy maydoni 75 kvadrat. Hozir sizga uyda obzorini ko'rsataman. Bu yerda mana bitta xonasi, spalnyasi, o'rtoqli, pardalari, lyustralari hammasi tayyor. Uyimizda Yevroremont. Bu yerda shunaqa koridori, hamma xonalari alohida, razdelniy. Bu yerda mana детский xonasi, lyustralari ham qo'yilgan. Bu xonamiz ham juda ham shinam. Va yana bitta xonamiz bu zalimiz o'rtoqli. Ko'rishingiz mumkin, zali ham shinamgina xona. Remontlari ideal chiqqan. Uyimizning umumiy maydoni 75 kvadrat, to'g'rida shunaqa oshxonasi tushgan. Bu tomonga o'zingizlar bitta stroyni kuxni mebel qildirib olsanglar bo'ldi. Bu yerda shunaqa balkoni bor. Ko'rishingiz mumkin. Uyimizda 16 etajli binoning 9-qavatida joylashgan. 3 xonali razdelniy planirovka. Bu yerda mana asosiy kirish qismimiz, bu yerda esa sanuzlimiz razdelniy. Bu vannamiz va bu yerda hojatxonasi. Mana ko'rishingiz mumkin. Uyimizning narxi $63,000. Narxi juda ham ideal chiqqan. Umumiy maydoni 75 kvadrat. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va bizani kuzating. Xayr, sog' bo'ling.